Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Aholining turmush darajasini oshirish va mamlakatning jahon hamjamiyatidagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish doirasida qurilish va urbanizatsiya sohasi milliy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri sifatida belgilangan. 2030-yilga borib urbanizatsiya darajasini 51% dan 60% ga yetkazish va shaharlarni shaharsozlik hujjatlari bilan to'liq ta'minlash belgilangan. Birgina 2025-yilda ham sohani tizimli isloh qilish, uning shaffofligini ta'minlash, raqamlashtirish, sifat va seysmik xavfsizligini oshirish, shuningdek aholini uy-joy bilan ta'minlashda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan keyingi yillarda barpo etilgan zamonaviy turar joylar, yangi O'zbekiston massivlari hududlarga yangi qiyofa olib kirmoqda. Minglab oilalar yangi xonadonlarga ko'chib kirishdi. Bugun O'zbekistonda qurilish va urbanizatsiya, O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida yashil shaharlar va raqamli transformatsiya sari yo'l mavzusida muloqot qilamiz. Studiyamizga ekspertlar taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. Abdug'ani Lapasov, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari, Botir Do'satov, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi ilmiy tadqiqot instituti boshqarma boshlig'i hamda Shahboz Nosirov, urbanizatsiya va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish Respublika markazi mas'ul xodimi. Hurmatli mehmonlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu mavzuda muloqot qilmoqchimiz. Sizga bir qator savollarimiz bor. O'tgan yil 2025-yilda ushbu sohada ham juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Yuqorida aytganimizdek, aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 2025-yilning o'zida qurilish hajmidan kelib chiqadigan bo'lsak, qancha oilalar arzon va sifatli uy-joylar bilan ta'minlandi? O'tgan yil avvalo sarhisob qilsak, keyin bu yildagi 2026-yildagi rejalarimiz, maqsadlarimiz, vazifalarimiz, ularning ijrosi haqida to'xtalamiz. Marhamat. O'tgan yil, demak 2025-yilda respublikamiz miqyosida 135 mingta xonadon qurilishi rejalashtirilgan edi. Ushbu rejalashtirilgan loyihalarimizdan aytishimiz mumkinki, 106 mingdan oshiq xonadonlar aholiga topshirish rejalashtirilgan. Shundan 2018 ta ko'p qavatli turar joy binolari qurish rejalashtirilgan edi. Bugungi kunga kelib ushbu rejalarimiz bo'yicha 1761 ta uy-joylarimiz foydalanishga topshirildi. Shundan 94222 ta xonadonlar foydalanishga topshirildi. Demak, bundan ko'rishimiz mumkinki, aholiga uy-joy bilan ta'minlanish darajasi ancha yuqori darajada ketyapti. Eski yillardagi nisbatan bu yildagi rejalarimiz ham, 2025-yildagi rejalarimiz ham muvaffaqiyatli amalga oshirildi deb hisoblaymiz. 26-yildagi rejalarimiz Xudo xohlasa mana oldinda, hozir ishlarni loyihalashtirish jarayonlarini amalga oshiryapmiz. Kunlar isishi bilan qurilish jarayonlari amalga oshiriladi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, o'tgan yilda demak juda katta keng ko'lamdagi hajmdagi bunyodkorlik jarayonlari olib borildi mamlakatimizda va bu yil ham qanchadan qancha oilalarimiz demak yangi uy-joylarga ega bo'lishadi. Botir, endi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi ilmiy tadqiqot instituti bugun qanday faoliyat olib boryapti? Yilni qanday yakunladi? Bilamizki, har bir sohada bugun ilm bilan yondashish kerak. Ilmiy asoslarni keltirgan holda qurilish bunyodkorlik jarayonlarini olib borish kerak. Shular haqida ma'lumot bersangiz. Bizning institutimiz shaharsozlik normalari qoidalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda biz mana o'sha mustaqillik yillarida ishlab chiqilgan shaharsozlik normalari qoidalarini xalqaro xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda to'liq qayta ko'rib chiqdik va amaliyotga joriy qildik. Hozirgi kunda 138 ta shaharsozlik normalari qoidalari amaliyotda ishlab kelmoqda. Xususan 25-yilda bu ko'rsatkichda yakunga yetkazdik. Bu ko'rsatkichga erishishimiz o'sha prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish uchun bir zamir yaratib berdi. Hozirgi kunda mana hamkasbim aytib o'tgandek, o'sha shaharsozlikda urbanizatsiyani tamoyil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Mana shaharsozlik normalarini o'zgartirdik deyapsiz. Qanday o'zgarishlar, bir tomoshabinlarga tushuntirib bering, qanday yangiliklar kiritildi? Masalan, fikrlaringizni bir asoslab bersangiz. Qurilish sohasidagi bizda mana 138 ta shaharsozlik normalari qoidalari 3 ta guruhga ajratilgan. Birinchisi bu o'sha shaharsozlik hujjatlari tarkibi, tartibi. Ikkinchisi guruhimiz bu loyihalash, ya'ni uy-joylarni, yo'llarni yoki inshoot, bino toifasidan qat'iy nazar loyihalash talablarini belgilaydi va uchinchi guruhimiz ya'ni qurilish, ya'ni qurilishni qanaqa amalga oshirish, unda qanaqa texnikalar ishlatish, texnologiyalardan foydalanish va hokazolarni belgilaydi. Xususan uy-joyga keladigan bo'lsak, mana 207-01 shaharsozlik normalari qoidalari bor. Unda o'sha shaharlarni
aholi punktlarini rejalashtirish, loyihalash talablari belgilanadi. Unda mana ko'kalamzorlashtirish hududlari, bolalar maydonchalari, avtoturargohlar, hozirgi kunda mana Toshkent shahrimizda ko'rishimiz mumkin, yo'l atrofida yoki o'sha hududlarda tashkil etilayotgan avtoturargohlarning me'yorlari, qoidalari belgilandi. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay muhit yaratish, ya'ni bunda o'sha keng qamrovda ishlar olib borish uchun zamin yaratyapti. Ya'ni nima degani? Bu to'siqsiz muhit, ya'ni erkin harakatlanishi uchun to'siqsiz muhit yaratish. Bunda mana o'sha ijtimoiy soha obyektlarida yoki ko'chalarda, chorrahalarda ko'rishimiz mumkin. O'z aksini topmoqda. Taktilniy yo'l belgilarini belgilash, ovozli svetoforlar yoki o'sha piyodalar o'tish joylarini oq sariqqa bo'yash. Bu ham bir o'sha islohotlarning zamirida bo'layotgan ishlar hisoblanadi. 138 ta normalarida o'zgarish deyapsiz. Ya'ni to'g'ri, mana obodonlashtirish, mana ko'kalamzorlashtirish, o'sha aholi, o'sha yerda istiqomat qilayotgan aholi uchun sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Va bugun mana shu jihatlar qanchalik amalda qo'llanilyapti bugun? Mana 2025-yilni bir tahlil qiladigan bo'lsak, qancha uylarda mana shunaqa bir talablar qo'yildi va u bajarildi? Shaharsozlik normalari hammasida to'la bajarildi deya olamizmi? Shaharsozlik norma va qoidalarida kiritilgan masalalarda, masalan, soddaroq qilib bitta unsurni olamiz, ya'ni har bir hududlarda yoki turar joy massivi bo'ladimi yoki bo'lmasa har bir tegishli bo'lgan hududda 25-30% gacha bo'lgan hududda yashil zonalarni tashkil qilinishi. Ko'rishimiz mumkinki, shaharsozlik hujjatlari to'liq, masalan, aholi yashash punktini bosh rejasidan boshlab kichik bino inshootlarni hajmiy loyihasigacha kirib boradigan bo'lsak, bitta bino inshootga tegishli bo'lgan hududda kamida 30% hududda yashil zonalarni tashkil qilishimiz kerak. Bu degani shaharimizga yoki bo'lmasa aholi yashash punktimizni tabiiy iqlimiga, ya'ni klimat darajasiga mo'tadillashiga olib keladi. Yoki yana bo'lmasa nima qilsa bo'ladi? Ushbu sharoit shahar aholisidagi nima deydi, tabiiy iqlimini muatadilligini ushlab turadi. Aholi yashash punktlarimizni bosh rejalari ishlab chiqilayotgan jarayonda umumiy qilib aytib o'tib ketaman raqamlar bilan. Respublikamizda 119 ta shahar, 1068 ta shaharcha, 7000 dan oshiq qishloq hududlarimiz mavjud. Bugun kecha kunduzgacha 119 ta shaharlarimiz to'liq shaharsozlik hujjatlari bilan, ya'ni bosh reja loyihalari bilan ta'minlangan. Shaharchalarimiz esa 32% shaharsozlik hujjatlari bilan ta'minlangan, qishloq hududlarimiz 25% shaharsozlik hujjatlari bilan ta'minlangan. Ushbu ta'minlanish jarayonida aholi jon boshiga 6 kvadrat metrdan 12 kvadrat metrgacha bo'lgan yashil hududlarni rejalashtirishi, ya'ni umumiy foydalanishdagi parklar, yashil xiyobonlar, bog'lar rejalashtirish belgilangan. Bu shaharsozlik hujjatlarimizda qat'iy ravishda belgilab borilmoqda. Mana shu belgilab qo'yilgan. Men savol beryapman. Mana shu o'tgan yilda mana shu normalarga 100% amal qilindimi? Chunki shahrimizda ham, hududlarda ham ko'ramiz, qurilish bunyodkorlik jarayonlari keng olib borilyapti. Ko'plab tadbirkorlarimiz bugun ko'p qavatli uylarni qurayotganligini ko'ramiz. Ularda mana siz aytayotgan mana normalar belgilangan. Masalan, yashil hudud bo'lish kerak, avtoturargohlar bo'lish kerak, barcha sharoitlar, o'yingohlar, bolalar o'yingohlari bo'lish kerak. Mana shu jihatlar nuqtai nazaridan ta'minlandimi shu vazifalar? Ha, bu jarayonlarni hammasida bormi demoqchiman mana shunday. Ta'minlanish jarayoni mana oxirgi normativlarimizga o'zgartirish kiritilgan 2007-01 shenkamizda bu narsa ta'minlanish o'zgartirish kiritilgan va buni jarayonda loyihalarimiz kelishish jarayonlari bor. O'sha davrdagi loyihalar kelishi jarayonida bu normativlarga rioya qilingan va foydalanishga topshirilgan bino inshootlarimizni ko'rishimiz mumkin. Har bir hududda yashil hududlar, bolalar maydonchasi, avtomobil to'xtash joylari bor. Lekin to'g'ri tushunishimiz kerak, hali foydalanishga topshirilmagan, qurilish jarayonida davom etayotgan bino inshootlarimiz bor. Bu bino inshootlarimiz yakuniga yetgach, o'sha namoyandalarni aniq ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hamma o'sha qurilish bunyodkorlik jarayonlarida demak ko'p qavatli uylar atrofida shu sharoitlar demak aholi uchun yaratilgan bo'ladi. Rahmat. Shahboz, urbanizatsiya va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish. Endi hujjatlarimiz avvalo bizga to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'rimi? Nimalarga e'tibor berilyapti? Urbanizatsiya va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish respublika markazini asosiy faoliyatida eng ustuvor jihatlar nimalardan iborat? Va yil qanday yakunlandi, yangi yilda qanday rejalar bor, mana shu hujjatlarni ishlab chiqishda nimaga e'tibor berilyapti, xalqaro tajribalar qanchalik o'rganilyapti, kadrlar tayyorlash, ushbu kadrlarning malakasini oshirishga qanday bir e'tibor berilyapti, shu haqida ham to'xtalsangiz. Xo'p, davlatimiz rahbarining qaror, farmon topshiriqlari bilan shu asosda hozirgacha 119 ta shaharni to'liq 100% qamrab oldik shaharsozlik hujjatlari bilan, ya'ni bosh rejalari bilan.
shaharchalarning 29.4% bo'ldi. Chunki shaharchalar 1068 ta shaharcha bor umumiy respublikamizda. Bundan 314 tasini bosh rejalari mavjud hozir. 7417 ta qishloq aholi punktlarimizda 24% bosh rejalar bilan qamrab olganmiz ayni paytda. Bugungi kunda bu bosh rejalarimizda biz elektron, ya'ni saytda, platformada ham ko'rsatishga ish boshlaganmiz. Bu platformada umumiy bosh rejalarimizda 986 ta shaharsozlik hujjatlarimiz platformada tayyor joylangan, hamma atribut ma'lumotlari bilan tayyor holda turibdi. Endi keyingi yillarda xudo xolasa bu shaharlarni 100% ga qoplagan bo'lsak, shaharchalarni 50% ga chiqarish ko'zda tutilgan. Qishloq aholi punktlarini ham shu tariqa 35-40% ga chiqarish ko'zda tutilgan. Nimaga e'tibor berilyapti? Shuni bir tushuntirib bering. Mana shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqishda qaysi jihatlar inobatga olinyapti? Shaharsozlik hujjatlari, aholining qanday takliflari, fikr mulohazalari inobatga olinyapti? So'rovnomalar o'tkazilyaptimi? Mana xalqaro tajribadadek xalqaro tajribalarni ham bir o'rgangan jihatlarimiz bormi? Xuddi shunday xalqaro tajribalar asosida bosh rejalarni ishlab chiqishdan oldin birinchi navbatda hudud chegarasini aniqlab olinadi. Chegarasini aniqlab olingandan keyin hududga chiqqan holda jamoatchilik fikrini o'rgangan holda, ya'ni jamoatchilikka, fuqarolarga nima kerak aynan o'sha hududimizda, hamma kerakli jamoatchilik fikrini o'rganishda bu hammasi o'rganilib, keyingi bosqichimizda o'sha jamoatchilikni fikrini inobatga olgan holda 20-25 yilga mo'ljallangan bosh rejalar ishlab chiqish tartibi boshlanadi va uni ishlab chiqilgandan so'ng yana jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Jamoatchiligimizda yana qanaqadir e'tiroz, takliflarni inobatga olgan holda keyingi bosqichimiz tasdiqlash bosqichiga o'tiladi. Nima uchun jamoatchilik fikri, aholining fikri deyapman? Chunki har bir hujjatni ishlab chiqishda albatta aholining fikr mulohazalari, takliflari inobatga olinadi. Bu tajriba ham takomillashib boryapti mamlakatimizda. Aholi ham asosli fikrlarni, asosli takliflarni bugun berayotganligini ko'ryapmiz. Bu ayniqsa qonunchilikda juda ko'zga ko'rinyapti. Bu qonunlarimizni haqchil bo'lishida, aholi uchun albatta manfaat keltirishida muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari Oliy Majlis O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomada 2026 yilda barqaror shahar platformasini ishga tushirib, yashash uchun qulaylik indeksini yuritish yo'lga qo'yilishini alohida ta'kidladilar. Bu indeks orqali shaharlardagi har bir mahallaga xos muammolar o'rganilib, ularga mos yechimlar berilishi ko'zda tutilgan. Bu jarayon qanday amalga oshiriladi bu yil? Bu jarayonda endi to'liq ma'lumot berib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni raqamli transformatsiya, ya'ni raqamlashtirish sohadagi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida ushbu yo'nalishlar kesimida bir qator ishlar amalga oshirildi. Bularni aytib o'tishimiz mumkinki, davlat shaharsozlik kadastri, ya'ni geoaxborot tizimi alohida elektron platforma bo'yicha shakllantirildi. Shu jumladan ulushli, ya'ni escrow axborot tizimi yaratildi. Loyiha topshiriqlari, ya'ni loyihalarni ishlab chiqish jarayonida beradigan loyiha topshiriqlari elektron tarzda yuritilishi yo'lga qo'yildi. Bino va inshootlarning energetika auditi elektron platformasi ishlab chiqildi. O'zboshimchalik bilan qurilgan bino inshootlarni bartaraf etish bo'yicha alohida elektron tizim yaratildi. Bular ko'pchilik qismi birlashtirilgan holda shaharsozlik geoaxborot tizimi, ya'ni geoaxborot tizimiga kiritilgan shaharsozlik hujjatlarimiz, elektron ravishdagi bosh rejalarimiz bugungacha kunduzda shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish va bir vaqtning o'zida raqamli ko'rinishga o'girish, ya'ni ikkita ish bir vaqtda o'zi amalga oshirilmoqda va bugungacha kunduzda 800 dan oshiq shaharsozlik hujjatlarimiz, shahar, shaharcha va qishloq hududlarimiz elektron ko'rinishga keltirildi va ushbu platformaga bir vaqtda o'zida qurilishga ruxsat berilgan bino inshootlarini reyestri shakllangan alohida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi inspeksiyasini dan ro'yxatdan o'tgan har bitta platformalar ham, ruxsatnomalar ham unga integratsiya qilindi. Ya'ni bu platformaga kirib ko'rishimiz mumkinki, shaharsozlik hujjati bugungi kundagi shaharda holati va uni 20-25 yil muddatdagi rivojlanish holati, qaysi hududlarda nimalar rejalashtirilgan, maktab, bog'cha, parklar, ijtimoiy soha obyektlari yoki bo'lmasa ko'p qavatli uy joylar, kam qavatli turar joy binolari har bittasi o'sha shaharsozlik hujjatimizda berilgan. Bir vaqtda o'zida qurilishga ruxsat platformadan bu hujjatlar to'g'risida va o'sha binoning mana 20-25 yillik keyingi o'sha faoliyatini ham demak o'rganish mumkin, ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Bu raqamlashtirishda qilingan ishlarimizdagi, ya'ni o'sha qilingan shaharsozlik hujjatlarimizga bog'langan holda ruxsat berilgan, ya'ni aholi yoki fuqaro
dan savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni uyiga yoki bo'lmasa o'zi ko'rgan bino inshoot bu qonuniy qurilishmi yoki noqonuniy qurilishmi degan savolga ham javob olishi mumkin. O'zi lokatsiya asosida u joyga borib ko'rgan paytida ruxsat olingan bino inshootlarga tegishli ruxsat, ya'ni qurilishni amalga oshirayotgan korxona yoki bo'lmasa loyiha korxonalar to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi va bir vaqtda o'zida noqonuniy qurilish bo'ladigan bo'lsa ma'muriy javobgarlikka tortilganligi bo'yicha ham tegishli informatsiyalarni olish mumkin ushbu platforma orqali. Mana shu noqonuniy qurilishlar bo'yicha bir qiziq savol bor. Kim ruxsat beradi ularga? Noqonuniy qurilish deb baholanyapti, ularning faoliyati noqonuniy deb topilyapti. Qanday, qaysi asos bilan mana shu noqonuniy qurilishlarni bunyod etish mumkin? Noqonuniy deb e'tirof etish bu asosan eng oxirgi sud qaroridan qabul qilingandan so'ng e'tirof etiladi. Ungacha o'zboshimchalik bilan, ya'ni qaysidir tadbirkor yoki fuqaro tomonidan ushbu jarayonda qurilishga ruxsat berish jarayonlarini to'liq anglamagan holda o'zboshimchalik bilan boshlab qo'yilgan holatlarda belgilangan tartibda qisqa muddatga to'xtatib turilishi va ularga ko'rsatmalar berilib, hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng ruxsat berilishi mumkin. Yoki bo'lmasa shu berilgan talablar bu bo'yicha alohida tegishli hukumatimizning qarorlari qabul qilingan, shu jumladan qabul qilish jarayonida tegishli ko'rsatmalar berilishi, muddat beriladi va bu muddatda ularga bu jarayonda to'laqonli ravishda o'zgartirish yoki bo'lmasa o'zgartirmagan holda boyagi sud jarayonida ko'rib chiqilish imkoniyatlari ham, jarayonlari ham mavjud. Qonunchilikda belgilab o'tilgan. Shu tushunib, tushunmay deyapsiz. Mana bunyodkorlik jarayonlarini boshlaydi, qurishga harakat qiladi ayrim tadbirkorlar, lekin uning orqasida qancha aholi, uy-joy olishga bo'lgan fuqarolarimiz ovora sarson bo'layotganligiga ham guvoh bo'lish mumkin. Bu tizim, raqamlashtirish mana shunday jarayonlarga albatta chek qo'yadi. Raqamlashtirishning mana platformalarning ahamiyati haqida gapirdingiz. Uy-joy kommunal sohasi asosiy jarayonlarni to'liq raqamlashtirish va tegishli tashkilotlar bilan integratsiyalash hozir qanday jarayonda? Raqamlashtirish uy-joy qurishning sifatiga qanday bugun ta'sir qilyapti? Marhamat. Raqamlashtirish jarayonida bugun kecha kunduzda boya aytib o'tganimizdek, uy-joy qurilishining sifati yoki bo'lmasa ulardagi jarayonlar hammasi raqamlashtirilgan holda qurilish jarayonlari video kuzatuvlar orqali yoki bo'lmasa tegishli asbob-uskunalar orqali, ya'ni qurilishdagi jarayonlar har bittasida amalga oshirilgandan so'ng ularning tekshirish jarayonlari ham, laboratoriya jarayonlari ham hammasi takomillashtirildi. Xorijiy tajribalardan inobatga olib, alohida rivojlangan davlatlar namunasidan foydalangan holda asbob-uskunalardan, ya'ni laboratoriya jihozlaridan foydalangan holda ushbu qurilish jarayonidagi har bitta holatlar, temir beton konstruksiyalari bo'ladimi, boshqa ora yopmalar yoki bo'lmasa tegishli qurilish materiallariga bo'ladigan holatlardan, ulardan foydalanish jarayonlari ham tegishli tekshiruvlardan o'tkazib, aniq laboratoriya tahlillari asosida tegishli javoblar berilishi bu bugungacha kunduzda yo'lga qo'yilgan. Bu sifatiga qanchalik bugun ta'sir qilyapti? Sifatda asosiy mezon nimaga e'tibor berilyapti? Marhamat. Asosiy mezon bizda shaharsozlik normalari qoidalarida belgilab o'tilgan. Chunki bu qurilishda albatta sifat birinchi o'rinda bo'lishi kerak va shaharsozlik mana hujjatlari asosida belgilangan qonun qoidalar, me'yorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Lekin sifat bu aholini talabi, bu aholimizga sifatli mahsulot, sifatli binolarni biz taqdim etishimiz kerak bo'ladi. Albatta to'g'ri aytyapsiz. Bunda bu jarayon shaharsozlik normalari qoidalarida hamma jarayonlar keltirilgan, qanaqa amalga oshirilishi. Mana bitta binoni yashash nimasidan oladigan bo'lsak, boshlang'ich ish bu loyiha qilish bilan boshlanadi. Loyiha qilish jarayonida o'sha shaharsozlik normalari qoidalarida belgilangan minimal talablarni bajarilishi lozim deb qaraladi. Agar bu talablar bajarilmaganda maxsus tartibda o'sha ekspertizadan o'tkazilmaydi va xulosa berilmaydi. Bu xulosa olingandan keyin o'sha davlat arxitektura nazorat inspeksiya bor, ya'ni qurilish nazorati inspeksiyasi ro'yxatdan o'tkaziladi va qurilish jarayonlari boshlanadi. Bunda har bir ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi mahsulotini muvofiqligi bo'yicha sertifikat taqdim etadi, ya'ni o'sha sifatga muvofiq degan standartlarga muvofiq ishlab chiqarilgan. Va bu sertifikatlar bu tizimda o'zini aksini topadi va obyektda sertifikati taqdim etilgan obyekt, qurilish obyektini pudratchi tashkilotiga nisbatan reyting ballari qo'llaniladi. Ya'ni bu reyting ballarini olish uchun ham sertifikati mavjud qurilish materiallarini olish talab etiladi. Tajribada uchradimi mana shu sifatsiz qurilish qilayotgan va uni qurilish materiallari sifati masalan past bo'lgan yoki talabga javob bermaydigan, mavjud me'yorlarga javob bermaydigan holatlar ham uchradimi? O'tgan yilda masalan. Darvoqe bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Bunda asosan o'sha nazorat inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilganda
ko'zdan kechirilganda aniqlanganda uni ikki xil usulda, ya'ni o'sha joyida bartaraf etish, ya'ni uni buzdirib turib qayta amalga oshirish yoki o'sha boyagi aytgan protseduramizga ko'ra vaqtinchalik to'xtatib turiladi va undan keyin o'sha sud jarayonida yo buzilmasligi to'g'risida qaror chiqarib beriladi bu holatda. Endi bu holatda amalga oshirish uchun o'sha instrumental vizual tekshiruvlar amalga oshiriladi, ya'ni borib ko'z bilan o'rganilganda, agar ko'z bilan o'rganilgandagi yoriqlar o'zini nimasini topolmasa, bir kafolatini, bunda o'sha instrumentlar orqali o'lchash ishlari amalga oshiriladi va kerak bo'lsa u qurilish jarayonini to'xtatib qo'yib yoki buzilish darajasiga olib borishi mumkin. O'tgan yilda qanday holatlarni bir misol keltira olasiz? Mana shunday holatlar ro'y bergan bo'lsa, holatlarga duch kelgan bo'lsak. Shunday holatlar bo'ldimi? Buzdirib tashlash sifati talabga javob bermaydi. Masalan, noqonuniy qurilishlar qilingan holatlar bo'yicha qanday bir ma'lumot berasiz? Bir ikkitasi misol ayting. Mana o'tgan yili o'sha ishchi guruh tomonidan o'rganilganda, butun respublikamiz tomonidan qurilgan uy-joylar qurilishida Namanganda bitta holat yuz bo'ldi. Unda o'sha bir qavatini oldirib tashlashga to'g'ri keldi. Ya'ni o'sha joyda o'zida quruvchini o'zi buni bartaraf etib va o'zi qaytadan o'sha muvofiqligi bor beton armaturalarni olib qaytadan qurishga to'g'ri keldi. Bunaqa holatlar tez-tez uchrab turadi. Tushunildi va tegishli tartibda mutaxassislar tomonidan demak javobgarlik yuklanadi va mas'uliyat kuchaytiriladi bu borada. 2030-yilga borib urbanizatsiya darajasini 60% ga yetkazish va shaharlarni shaharsozlik hujjatlari bilan to'liq ta'minlash belgilangan. Bu bo'yicha oldinda qanday rejalarimiz bor? Shaharsozlik bo'yicha qanday ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu bo'yicha Prezidentimizning 299-sonli 2023-yilda chiqqan qarorlari bor. Har yili anaqa shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqishda belgilab berilgan. Men bularni sonlar bilan aytadigan bo'lsam, o'tgan yilda biz 2024-yil 146 ta shaharcha aholi punktlarini ishlab chiqdik va bu yili 161 ta 5 ta shahar, 48 ta shaharcha va 108 ta qishloq aholi punktlarini ishlab chiqdik va keyingi yillarda 26-27 yillarda bu yili 144 ta dasturimizda mavjud. Bu faqat 299-sonli qarorimizda. Undan tashqari 245-sonli qarorimiz bor. 2027-yilda 149 ta ya'ni 4 ta shahar, 39 ta shaharcha, 106 ta qishloq aholi punktini shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Qo'shimcha qilib o'tsam, marhamat. ilmiy tadqiqot bo'yicha mana bizda xabarimiz bor. Rivojlangan davlatlarda, asosan Singapur, Koreya, shunga o'xshagan Seul tajribasi, Dubay tajribasi, zich hududlarda aholini qulay, ya'ni komfort yaratib berish juda bir dolzarb masala hisoblanadi. Bunda asosiy e'tibor mana ko'kalamzorlashtirish masalalari va bizda normativ talablarda belgilangan 30% yoki 25% ta'minlash bir muncha murakkablik tug'diradi. Hozirgi kunda mana bu yilga biz dastur qilib oldik, ya'ni zich qurilish joylarida ko'kalamzorlashtirish masalalarini yechish bo'yicha. Bunda mana shu davlatlarda tajribasini o'rgangan holda zamonaviy yechimlarni taqdim etish masalasi ko'rilmoqda. Bunda endi loyihalashda mana gorizontal emas, vertikal ko'rinishda zeleniy, ya'ni yashil o'simliklarni rag'batlantirish ko'zda tutilmoqda. Demak, yashil hududlarni barpo etish bugun mana korxona, idora, tashkilotlarning atrofida ham bog'lar barpo etishga, atrof muhit muhofazasini saqlashga, ekologiyaga ta'sir o'tkazmaslikka bugun juda katta e'tibor beryapti va buni hammamiz to'g'ri tushunyapmiz. Bugun toza havo hammamiz uchun kerak, sog'ligimiz uchun kerak, oilamiz, farzandlarimiz uchun kerak va kelajak uchun ham biz mana shu atmosfera musaffoligini saqlashga har birimiz mas'ul ekanmiz. Bu qurilish ham bundan mustasno emas. Qurilish sohasi ham, uni vakillari ham, bu sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar mana shu belgilangan me'yorlar, tartiblarga demak amal qilish kerak bo'ladi. Abduxoliq, endi yana bir muhim savol bor, seysmik xavfsizlikni ta'minlash masalasi. Mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz bilan gaplashganda zilzila bardoshligi qanaqa ekan bu binoni degan bir savollar kelib chiqadi. Bugun qurilishda nimalarga e'tibor berilyapti? Yurtdoshlarimizga tushuntirib bersangiz, qaysi jihatlar inobatga olingan va bunda albatta xorij tajribasi ham muhim ahamiyatga ega. Ko'p davlatlarning tajribasini o'rganganimizda o'sha seysmik xavfsizlik ta'minlangan holatlar yoki ularning tajribasi ham bir ayrim jihatlarni bir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda qanday bu binolar bunyod etilyapti?
seysmik jihatdan xavfsizmi degan savolga javob bersangiz. Seysmik xavfsizlik jihatlari bo'yicha bino inshootlarimiz boyagina aytib o'tganimizdek tegishli me'yoriy qoidalarimiz, ya'ni shaharsozlik norma qoidalarimizga muvofiq holda amalga oshirish belgilangan. Bu bo'yicha aniqroq ma'lumotni do'stimiz tushuntirib bersalar, sababiki bu bo'yicha alohida me'yoriy hujjat loyihasi ishlab chiqilib, bu narsa hujjatlar tushunarli. Bugun jarayon qanday? Mana sizlar mutaxassislar borib ko'ryapsizlar, tekshiryapsizlar, o'sha binolarda bo'lyapsizlar yo obyektlarni nazoratdan o'tkazayapsizlar. Qanchalik bugun o'sha seysmik xavfsizligi tomonidan bir e'tibor berilyapti? Qanchalik ushbu masala ham bir inobatga olingan? Seysmik xavfsizlik bo'yicha jarayonlarda hududlarimiz regionlarga ajratilgan. Qaysi hududlarda o'sha uzoq yillar davomidagi o'rganishlar natijasida ushbu hududimiz, respublikamiz hududlari tegishli regionlarga ajratilgan va seysmik jihatdan bu o'sha seysmik jihatdan belgilangan zonalarga, masalan, Toshkent hududi 9 balli zona, Andijon hududi 9 balli yoki ba'zi bir Xorazm viloyatining ba'zi bir hududlari 8 yoki 7 balli hududlarga ajratilgan. Bu jarayondagi qilinadigan o'sha izlanishlar natijasida loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida uni ushbu seysmik darajaga muvofiq darajada ishlab chiqish, uni normativlari hammasi belgilangan shaharsozlik hujjatlariga muvofiq holda ishlab chiqiladi. Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida e'tibor beriladi va undan so'ng loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqilgandan so'ng belgilangan tartibda u kelishuv tasdiqlanish jarayonidan o'tib, qurilish sohasidagi nazorat inspeksiyadan ro'yxatdan o'tadi va shu bo'yicha qurilish jarayonlarini amalga oshiradi. Bundagi jarayonlar loyiha smeta hujjatlariga hammasi muvofiq holda olib boradi. Qurilishdagi ushbu qurilish materiallari, qurilishga hududni tayyorlash yoki bo'lmasa u jarayondagi har bitta olib borilayotgan ishlar ushbu loyiha smeta hujjatlaridagi talablar yoki seysmik xavfsizlikdagi berilgan talablarga muvofiq holda amalga oshiradi va qurilish jarayoni yakunlangandan so'ng belgilangan tartibda boyagi laboratoriya shaklida alohida o'tkazib olish shartlari, talablari ham mavjud. Bu shartlar bo'yicha to'liqroq ma'lumotlarni aytib o'tishga qo'shimchalar bo'lsin. Mana o'tgan yil biz uchun respublikamiz uchun muhim bir hujjat ishlab chiqishga erishdik. Bunda o'sha baland qavatli binolarda loyihalash talablari belgilandi. Biz o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa normativlarini inobatga olgan holda eng oxirgi yutuqlarni inobatga olgan hujjat ishlab chiqdik. Bunda 7 qavatdan 115 metr qavatgacha bo'lgan binolarda loyihalash talablari belgilangan bo'lib, ya'ni oldingi hisob kitoblarda bu dasturiy ta'minotlarda ko'rsatkichlarni hisobiy ko'rsatkichlar kiritiladigan bo'lsa, bunda endi tadqiqot natijalari kiritiladigan, inobatga olinadigan bo'ldi. Ya'ni mana xabarimiz bor, bizlarning har bitta binoni o'sha seysmik mustahkamligiga sinash usullari mavjud. Ya'ni sinashda bunda demak, bunda tadqiqotlar muhim o'rin tutadi va bunga juda katta e'tibor berilayotganligini ham sababi shu, bugun ilm bilan yondashishimiz kerak har bir sohada va uni natijalarini biz unda ko'rib boramiz. Endi mana bugungi suhbatimizda qurilish va urbanizatsiya masalalariga to'xtaldik. 2026-yilda ham oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Qurilish ko'lami kengayadi, yangi binolar mana barpo etilyapti, yangi obyektlar qurilishi boshlangan va u davom etyapti. Aholimizni sifatli bo'lgan uylarga, sifatli qurilgan uylarga ko'chib o'tishini ko'rish har birimizning orzuyimiz va aholining ham bunga ehtiyoji yildan yilga ortib borayotganligini ko'ramiz. Aholi soni ortgani bilan va bu sohaga e'tibor berilayotganligi, bu sohani rag'batlantirib borilayotganligi, aholini qo'llab-quvvatlanayotganligi oldimizdagi mana shu vazifalarga har birimizni mas'uliyat bilan yondashishga demak talab etadi, ya'ni mas'uliyat bilan yondashishni demak oldimizga qo'yadi. Bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. O'ylaymizki, keyingi mana bosqichlarda olib borilayotgan ishlar, ya'ni sifat va seysmik xavfsizlikni oshirish, raqamlashtirish jarayonlari, xalqaro hamkorlik haqida biz keyingi muloqotlarimizda siz bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling, uzoqlashmang.